Xorazmda bo'lmagan eksperiment gördüğünüzde yakıp gördük. Hech narsa aytmadi. Bu bize durgan ish batutumuzning materiali bo'ladi do'stlar. Urganch Univermarketdan katta assortimentda sizlar batutlarni optim baholarda olishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lib turinglar. Sizlarga nishlatib günine 500 mingdan 1,5-2 milliongacha pul topishni biznes rejasini tushuntiraman. Ketdik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan erinjaklar uchun bizneslarni ko'rib chiqamiz. Ko'rdingizlar, orqamdagi batutlar haqida gap ketib turibdi. Urganch Univermarketdamiz va videoga like bosib qo'yinglar hamda obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir sizlar bilan shu batutlarning narxlari, xarakteristikasi nechik pulani o'zini oqlab turibmi hammasini birgalikda Sharifadan so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Endi bu tushuntirib bersak, eng chetda kichkisi bor ekan. Shundan boshlab tushuntirib boshlasak. To'xtang, bundan oldin qo'zagan variantni aytib o'tishim kerak. O'zim ham ko'rib hayratlandim. O'zim ham uchib ko'rdim desam ham bo'ladi. Hozir chiqib o'zim ham o'zimning vestakilar bilan 5-6 bilan minib ko'rdik. Bemalol ko'tarib turibdi. Yana bir funksiyasi bor ekan buni. Quyoshda shu ranglari o'chib ketmaydi ekan. Aynan shu kunduz kuni ham shu ko'chada qo'yib foydalanish uchun aynan shunday turib ishlab chiqaribdilar. Shuni e'tibor beribdilar. Dim udobniy bo'lib turadi. Setkalar ham dim prochniy. O'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Qalliqina gap bo'lishi mumkin. Setkasi endi bezopasnost uchun ekan, ay? Bezopasnost uchun buni yirtilib qoladi deb o'yladik ko'p odam, lekin u setka emas. Keyinroq bilan aytib o'tishim kerak. Batutlarni bizda qalinligi 0,55 mm bo'lgan shu vaqtgacha. Aynan bu yilga ham batutlarimizning qalinligi 0,65 mm. Hatto o'zlarimiz yoqib ham ko'rdik. O'ta suv chidamli narsa bemalol quyoshda ham ishlataverasiz. Ha, reklama ham ishlab Instagram ham qo'ydik. Endi qarang, buni bahosini videoning oxirida aytsak, shuncha obunachilar qiziqib turadi, bahosini oxirigacha ko'radilar. Eng kichkinasidan boshlaymiz, yuring. Mana shu chetda bir eng kichkinasi bor ekan. Endi qarang, bizdan batut olsalar, u sumkasini chiqaradi, yetirib berish, og'ir narsa. Batut olgan klientlarimizga biz dostavkamizni ichida qilib qo'yibmiz. Agar biz skidka variantda oladigan bo'lsalar, bemalol rayonlar ham olib borib, bolalarimizni o'zi dostavka etib, shu pulning ichida yana plus ustanovka ham qilib beradilar. Menimcha hali batut foydalanib ko'rmagan kuzatuvchilarimiz bo'lgan bo'lsa, birinchi ochib, nechik texnikalari bor, ishlatishi nechik bilmasliklari mumkin. Aynan tushuntirib, nechik texnikalar bor ekanligini o'zlari ko'rib, tushuntirib keladilar. Va plus yana kilerlarni ham qo'shib beribmiz. Motorlar ham har yilgiga qaraganda kачественный variantda kelgan. Ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Ko'rinishlaridan, kачествосidan katta farq bor. Buni biz sotib o'tiribmiz, bilamiz. Aynan har xil razmerlarni topsalar bo'ladi bizda. Bu hozir necha razmerli bu ishi? Buni baholarini bilasizmi? Adashmasam 3-4 razmer bo'ladi. Eng kichkina batut hozir bizdagi Malichidagi eng kichkina batutlardan birisi bu. 3-4 razmeri shu. Bahosi esa 9 million so'm. Ya, shunda 9 million so'mdan boshlanadimi shunda batutlar? Avval bizda batutlar 9 million so'mdan boshlanadi va eng qimmatlari, eng katta variantlari 53-55 milliongacha bor. Gap yo'q. Endi bundan boshqacha-ku bu. Marvel bo'lib ketibdi buni ham meni. Bolalar интересный bo'lishi uchun biznes boshlananda e'tibor jalb etadidan bolalar. Albatta. Bolalar ham o'zi интересный. Faqat o'ynash emas, unga qiziqib o'ynashlari uchun ham zo'r etib ishlangan. Ichlarini ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Ichlaridan funksiyalari ko'p. O'zi Deshandan kichkina ko'ringan bilan keng ekan ichi. Ichi keng va o'ynaydigan narsalari ko'p, attraksionlari ko'p variant bo'ladi. Va aynan 4-4 variant. Zo'r ekan aynan. Yana do'stlar, shunday bir g'oyaga ketdi Rasulbek. Yurtdoshlarimiz ko'pincha katta razmerli batut oladilar, xarid qiladilar. Men shunga bir nima berjakman, g'oya berjakman yurtdoshlarimizga. Qarang, kichkina razmerda ham, bu ham kichkina emas. 3-4 razmerimiz bilan shu aynan razmerimiz ikkisini xarid qilsalar, menimcha vyugodniroq bo'ladi. Sabab qarang, buni o'g'il bolalar uchun, buni esa qizlar uchun ajratib qo'ysalar, bemalol o'g'il bolalar dini, qiz bolalar dini o'ynasam bu zo'rda. Umumidan bir olganda o'rtachasi 2 olgan yaxshi. Endi bu ham yaxshi. Lekin agar bu variant ham zo'r variant, hozirga kallamaga ketdi. Men aytchakim, o'g'il bolalar bilan qiz bolalar masalan urush qilmaydilar ya, bir joyda o'ynamaydilar, tushundim. Tushundim. Ota-onasi orqaga ingizadi batutning ichiga, gap yo'q. Faqat qizlar bo'lsa, masalan, qizlar bilan orqaga o'ynaydi deb o'ylayman. Bu batutimiz ham shu kichkina variant o'xshaydi. Kichkina variant batutlardan birisi, lekin neobычный ko'rinishdagi batutlardan birisi bu. Buni bahosi nechik buni? Buni bu batutimizning narxi esa 15 million so'mni tashkil qiladi va kачествосini esa gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turganlaringizdek attraksionlar ham ko'p.
dayanıp çıkan variantlar ham zo'r, ichlari ham udobniyat ishlangan. Ajoyib. Endi qarang, Sayberraqa chiqalli. Bu motorlari shovqinli ekan, ay. Buni motor yurishini hamma vaqt ishlab turami, yo o'chib yanib olami arada? Yo'q, motor ishlab turadi, lekin menimcha sart yaqqanlar yaxshi deb o'ylayman. Chunki aynan shu gacha qarab, menimcha klientli bo'ladi. Shuning vaqt, masalan, biz o'zlarimiz ham Union maktabida 5 dan keyin yo 5 da 6 da yapib qo'yamiz. Menimcha hamma ota-ona arqaylashib palasini shu vaqtda aytib keladi. To'g'ri. Motor ham menimcha 4-5 soat ishlasa, xarimida keyin ishlashina menimcha yordam bo'ladi. To'g'ri. Endi shu batutning ichidan minsakdan shu batutning ichida tushuntirsak birgalikda. Bu toza variantlarimizdan birisi deb aytib o'tdim, yana o'z ichlarini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Hava do'stlar, bularni motorina keladigan bo'lsak, 1100 wattli motor, ya'ni 1 kilovat. Satini 1 kilovatdan ozgina ko'proq ishlaydi. Bu degani bir kunda 4 soat yoqsangizlar, 4 kilovat tok ishlaydi. Agar tokni pulini hisoblaydigan bo'lsangizlar, ana kilovatini urib hisoblab chiqarsangizlar bo'ladi. Uncha ko'p pul ham ishlamaydi o'zi Svet. Motorlari dim ekonomik ishlangan. Endi buni tushuntirib bering qani? Bu razmerimiz esa 12 ga 7 razmerni tashkil etadi. Hozir variantlarimizdan birisi, o'zlarimiz ham yoshlikni eslab hozir minik ko'rdik, uchiq ko'rdik, dim zo'r. O'sha gap bo'lishi mumkin emas. Rasulbek, qarang, uni straxovkasi bor ekan. Zo'r narsa ekan. Ishi masalan bola ko'payib ketadi-ku ichida. Ko'payib ketsa, endi bu yana yetib qolsa, yiqilmaydi ekan, yechmaydi ekan. Yana o'z holida joyina qaytib turaveradi ekan. Zo'r ekan. Setkasini ko'pakdan yirtilib qoladi, quyoshda yitilib qoladi deb o'ylaydi, uning emas. Setkasi o'zi qo'lni ushlagan vaqtingizda, ko'rgan vaqtingizda bilsangiz bo'ladi, kassosini zo'r ekanligini. Yana bir plyus taraflaridan birisi buni, attraksioni shuning ko'p, udobniy taraflaridan birisi, qarang, bir zinadan chiqsalar, bu yandan ham tushib biladi ekanlar. Ya'ni bu razmerimizda 25-30 bolagacha hatto undan ko'p etib ham mindirsalar bo'ladi ekan. Ya'ni vesidan qarab turib mindiraveradilar. Tushunarli. Buni bir ichine bir girib ko'ring qani? Giring. Mana, ishini aytib giriladi ekan buni ichine do'stlar. İçine o'zi bir komnatli joy komuni. Voy. Mana. Nim bo'ladi buni ichi. Bu yerdan doyadan joyi o'zi maxsus doyincha qatib qo'yibdilar. Ha. Hey. Yomon tushdim lekin. Oyog'imning o'rtasi bilan. Zo'r ekanligi, balandliklari ham ajoyib bilan. Ba'zi eng ulusini Univermakdagi nollar bormi? Yo'q, bundan kattalar ham bor. Eng katta variantlarimiz 14 ga 7 razmer. Xudo xolasa keyingi videolarda buni ham yoyib, sizlar bilan birga obzor qilamiz. Bundan ko'ra telefonda ko'rib o'tirmang, bemalol Univermakga kelib turib, bizlar bilan shuning katalogda rasmlarini ko'rib, yo bo'lmasa yoyib qo'ygan bo'lsak, shuni ko'rib, kачестволарni o'zlaringiz baho berib, savdolashib olib ketganlaringiz yaxshi o'rtoqlar. Bemalol Urganch Univermaklarimizni kutib qolamiz. Kelinglar. Demak do'stlar, obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Index ham yana chiqaramiz, qiziqsangizlar, batutlarni bundan ham zo'r, bundan ham kattalarini chiqarib boramiz. Pastda Urganch Univermakning telefon nomerlari, Instagram profillari bor. Ben tarafdan balla o'ynab bitdina ko'rishlaringiz mumkin. Qalinligiga keladigan bo'lsak, hamma batutlar 0.55 mm ni tashkil qilsa, bu yil kelgan aynan ishli batutlarimizning qalinligi 0.65 mm. Bu degani bemalol qo'rqmay olsangizlar bo'ladi. O'ta suv chidamli. Quyoshda turgandan oqarib qolmaydi, rangi o'chib qolmaydi, yechatmaydi. Ko'rib turibsizlar, o'ynaydigan aksessuarlar ham dim ko'p. Uni uradigan boks uchun joylari, keyin bu yerda dayanib tushish uchun har xil interesli bog'lash uchun joylari ko'p. Masalan, ishning qiyinchilik bilan chiqib, bilan dayanib tushsalar bo'ladi. Bu videoni nechun aynan puli ko'p danishlaringizga yuborib qo'yinglar deganimiz sababi, bu batutni xarid qilganlarimdan keyin bularning pullari yanada ko'payib ketishi aniq. Chunki biz aynan shu razmerda sotgan klientlarimiz kuniga 500 ming, 1 million, hatto 2 millioncha pul topib turibdilar. Izzat o'ynab yuribdilar. Asal do'stlar, videoga like bosib, shu erinjak lekin biznes etishim kerak deb yurgan danishlarga yaratib qo'yinglar. Erinjaklar uchun ham zo'r biznes ekan bu batut biznesi. Aynan o'tirib pul topib o'tiradigan biznesdan birisi. O'tirib tishraslar 3-4 soatning ichida yes 500 mingdan 1 million, 2 milliongacha pul yes. Sezonda undan ham ko'p topadi hozir. Qo'shimcha biznes etishim kerak deb yurgan danishlaringiz ham, pulni nera qo'yarini bilmay yurgan danishlaringiz ham aynan shu videoni yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Misol, kuzatib qo'yinglar do'stlar. Ana bo'ldi.